O'g'liz ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. O'qishlari juda pasayib ketgan. Sinfdoshlari bilan ham chiqishmayapti. Bilaman. Onasini yo'qotgani ko'p bo'lmadi. Lekin aka, sekin hayotga qaytarmasak bo'lmaydi. Juda ham xavotirdamiz. Harakat qilamiz o'rtoq direktor. Yaxshi bo'lib qolar. Agar yo'q demasangiz, bitta taklifim bor. Assalomu alaykum dada. Bitta o'rin ko'rsak, zarar qilmaydi. Qanaqa taklif? Va alaykum assalom. Qara buni. Chiroyli-a? Yaxshi. Hayotim o'chadi bulut kabi osmonimda. Kezamiz ertagu orzularning fazosida. Mayin shamol eslatadi seni ovozingni. Hayot mo'jiza. Bo'lasan har kuni men bilan unlimited. Ko'zimdagi olovsan, yuragimda har bir abadiy bo'lasan, hech kimga bermayman. Senga bog'landim salmay. Uziladi hayotimdan yetadi bu bahslar. Hammasini bilaman, aldamagin bas qil. Aldanib hididan balki master. Bu ham bir dars va yana bir xasta. Qolib o'z hayotini tiklagan u asta. Hatto tushimda ko'raman deb o'ylamasdim. Dada, Ha? mushuni otini bilasizmi nima deb qo'ydim? Nima? Apelsin. Zo'r. Yaxshi, menga yoqdi. Dada, oyimni ko'p eslab turasizmi? Har kuni eslayman. Oyimni rosa sog'indim. Manam bolam. Manam sog'indim. Ha, tinchlikmi? Dada, mushu qochib ketdi. Qanaqasiga qochib ketadi? Xonamda oyna ochiq qolgan ekan, chiqib ketibdi, qaytib kelmayapti. Yo'q, Ertalabdan beri yo'q. Yo'qolib qolgan bo'lsa-chi? Sen uyda o'tirib tur, men chiqib qidirib kelaman, bo'ptimi? Endi nima bo'ladi dada? Bo'ldi. Xavotir olma, topiladi. Xo'p. Alisher aka, Ha, Olimboy, qalay ishlar? tinchlikmi? O'g'limga mushuk olib keluvdim, qochib ketibdi-da. Ko'zingiz tushmadimi naboda? Kichkina saru mushuk. Hammasini berganmanmi? Undan boshqa bir sim ham ololmaysiz mendan. Odam degan ozgina insofli bo'ladi-da. Ha, bir so'radingiz, ikki so'radingiz, hammasini qilib berdim. Yo'q, ko'rmadim. Bundan bu yog'iga bir sim ham so'ramayman. Qo'lingdan kelganini qilmaysanmi? Mana ovozi. So'ramay kelganini qo'ling. Mashimidi? Yaxshi bo'lmabdi-yu. Voy, javohima qilmang aka, bitta mushuk ekan-u.
Shunaqa deng. Shuni qilgan odam qanaqa odam deb o'ylaysiz? Aynan mashnaqa tili yo'q, beozor jonzotga mametida zarracha rahm shafqati yo'q odamlardan chiqadi mashnaqa ishlar. Bugun shu bechara jonivori o'ldirgan odam ertaga o'zidan kuchsizroq odamni ayab o'tiradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, ayamaydi. Ha, dada topildimi? Xudoyim o'zi mashnaqa bag'ri toshlarga insof bersin. Ularni qalbini yumshatsin. Hammamizni isloh qilsin. Yo bolam, topilmadi. Topilib qolar. Qaytib kelar o'zi.